Joriy yilning 1-apreldan 30-aprelga qadar ichki ishlar organlarida xalqimizning xavfsizligi, tinchligi va osoyishtaligini saqlash eng ustuvor vazifamiz shiori ostida o'tkazilayotgan ma'naviyat oyligi davomida qator ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Navbatdagi tadbir viloyat axborot kutubxona markazida o'tkazildi. Huquq-tartibot idoralari va kutubxona xodimlari hamda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining talaba yoshlari o'rtasida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yini tezkor va qiziqarli savol-javoblarga boy bo'ldi. Jamoalar bor bilim va ko'nikmalarini ishga solib, belgilangan shartlar bo'yicha bellashib, bilimlarni yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. Shartlarning bajarilishi hakamlar hay'ati tomonidan kuzatilib, baholanib borildi. O'yin natijasiga ko'ra 3-o'rin viloyat qo'riqlash boshqarmasining vatanparvar jamoasiga, 2-o'rin Ichki ishlar vazirligining Samarqand akademik litseyining adolat posbonlari jamoasiga, 1-o'rin esa viloyat ichki ishlar boshqarmasining Samarqand qalqonlari jamoasiga nasib etdi. O'yin yakunida g'olib va faol ishtirok etgan jamoalar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.